Bu saatlik məşqdə biz scanner object nima qilamiz? Məşq qilamiz. Scanner object. Ayət birini qurib olganlığım üçün mana 2 deb qo'yay. Okay. PSVM. Yani scanner nima uchun ishlatamiz deganda scannerni misol bankninki pul elish avtomatida bo'lsin, sonlarni kirgizadigan yoki bo'lmasa xatlarni kirgizadigan degandek ashar ramkalar hisoblaymiz shu xilma-xil tillardagi scanner objectsi hisobda. Scanner bilan yozilgan narsalar, kodlar. Shuningdek, uning ichiga son yoza olamiz, xat yoza olamiz degandek. Bo'ldi. Scannerni hamda oldingi darslarda o'qituvchimizning so'zlagan darsida bizga scanner intni so'zildi, scanner line next line so'zildi degandek so'zildi. Ammo lekin qisman savoddoshlar mashq ishlash jarayonida scanner next int bilan next line keyin-keyindan qo'llanganda ishlatgan vaqtida xatolik uchur chiqadi. Chunki xatolik bir uchur chiqmaydi, ammo next line degani ishlamay turib oldi. Next line hech qanday so'rmaydi o'zini. Shuning bilan qanday hal qilishni uqolmay qolibdi ekan to'q. Shuni savoddoshlar savol so'rdi, shuningga asosan mana mashq qilmoqchi. Okay, unda scannerni boshda men bir quray. Scanner bu yerga hozirgi darsda scanner deb ashalam qurdik. Buni scan deb qilsak ham bo'ldi. yoki input desak ham bo'ldi, yoki Ahmad Samat nim deb yozsak bo'laverdi ya bu. Lekin shu boshqa bir developerninki cho'qim bir o'qib tushunalish uchun men scan deb qo'yay. Scan tang boshda men new scanner ananikin buning keyini tirnoqni uzashmada new scanner system in ne qo'yamiz? Semikolon yaptimiz. Shundan men hozir bir tal scanner degan bir variable ya'ni ma'lum o'zi bir class. Men buning variablesini buni qurib oldim. Bu hisobda bu scan qila oladigan, ya'ni ashuna bir xususiyat bo'lgan, ya'ni kirgizgili bo'lgan, ya'ni xususiyatga ega bo'lgan bir variable. Shu yüzden nima bor yerda system in deb bor. Misol biz out desak, bu yerda system out deb bor. Mana bu print qildig'ini, bu yerda system in bu kirgizdig'ini. Dal mayadnashlar ikkisi bir-biridan farqlanadi. Okay. Misol men sistemga nima qilib misol oddiylan bir faqatla mumkin kirgizadigan bir yani qilay. Misol asot what's your age deb qo'y. What's your age desam, miyaga men print elanni ücretday print qilib qo'yay. Anakin bushning keyiniga mumkin scan buyruq bo'lsin. String. Endi bu scan qilgan narsani normalda age degan to'g'ri yosh bo'ldi-ku. Int age tang scanner scan next int qilma qilsam shuning bilan bu yerga yoshga kirgizgan nima chiqdi? Alıncan. Mesela hazır age deb yazdınız, int qildingizmi? Mesela men age qo'ymay, mesela name desek, men intni qo'yaveramiz bu joyda. Lekin mening maqsadim hozir menga what's your age bo'ldi. Sizning yashang ne dedim. Demak bu yeshigu bu. Yeshigu son. Son o'g'ashqa shu int qildim. Ammo what's your name degan bo'lsam-da, u joyda cho'qim string qilishim kerak. Okay. Shu joyda. Okay. Yaxshi savol bo'ldi lekin.
okey. Mamda oldu ya. Endi biz bu nimani qilgandan keyin hozir scan faqat bu yerda scan qilgan qiymat bizning kirgizgan qiymatimizni age degan bir variable'ga bervatdik faqatla. Bu bosqichdan keyin biz faqat xatni yozib qo'yamiz, enter bo'ldi. Hech qanday bir ish yuzamaydi, kod tugaydi faqatla. Endi xohlasak biz buni hozirlamkin print qilmaylik. Andan keyin misol esot zamanınğa what's your name olsun. What's your name bu enter olsun abi, enter your name olsun. Bo'lgandan keyin ma'mu print bo'lsin. Biz hisobda qurni mishada ma'ni mayada yeshini yozib bo'lgan keyin enterni bosamiz emas, enter bosgandan keyin qurg'i o'zi avtomatik atlaydi. Qaysidan ovoz chiqadi? Mukarramada o mikrofon chiqib qolibdimi? Bir xil shovqin bor. Andan keyin shovqin chiqadi. Xalla bir xil shovqin. Okey, andan misol qaranglar, endi ma'nosini mashq qilishdik sababga endi keldik bu yerda. Chunki ma'noga bo'lgan mazmunni hamma o'qitish so'zlab bo'lgan, ammo qaranglar, string ataq o'ng'shalmadi. Hamda o'ng'shaldi ya. Nima ovoz. Okey. String name day. Sanamsiz bayotni. Rekord qildim. Rekord qo'yibman. String name deb endi men ya'ni ism bo'lganligi uchun misol men bu yerga full name deyman. Full degan ikki tali bor-ku. Full name bo'lsin, name. Ya'ni bu yer full name bo'lgandan keyin demak ism va familiyasini yozish kerak. Orasiga bir tal bo'shliq qo'yish kerak-ku. Demak shu bo'shliq qo'yish uchun meningki next line deganga ehtiyojim bor. Şuna scan next line mani ishlatman. Endi qaranglar. Hozir ammo men buni ishlatdim, ammo bu ishlamaydi hozir. Misol qaranglar, men buni kodni yurgizib boqay. Sistemda bir xato chiqmaydi, ammo kod ishlamaydi. Misol 12 yoshday, andan keyin name qaranglar. O'zi lam otlab ketdim ama. Men ma'noga enter bosib qo'ysam, ma'mu tanglam ketib qoldi-da. Ya'ni amniyat ma'qur deb besilgan narsa bu besildi. Ammo ma'qur hech qanday ijro olmadi hozir. Otlab ketdi bundan. Ya'ni bayatin Gulbaradashning so'rgan savol shumush shu. Nima ish bu ishlamaydi deb u Gulbaradash qanaqa qilib desa, nimada ma'ni qilishdan burun mayadagi hozir mana scan degani ma ishlamaganligi uchun shuning bilan qanaqa qilib desam, yerda scanner deb scan qiladigan mayadagi mana variabledan yana birini qurib olgan gap. Tamam, unda qis bo'ladi haqiqatan. Lekin hamda uning bizning ehtiyojimiz yo'q lekin. Bunda qilib new scanner qilib new scanner anan keyin buningga system in deb bunda qilishning hech qanday hojati yo'q. Bu xil shaklda qilmaymi? Qanaqa qilamiz desanglar? Mayadiki manasi scanner next line degani, mana shu mushu scanner next line, mushu stringni qurgan, mushu qurning oldiqlar, mushuni bir qatim chaqirib o'tamiz. Scan next line. Bir qatim chaqirib o'tamiz, semikolon qo'yib atdik. Shuning bilan endi ijro bo'ldi bu narsa. Endi mendan so'rab enter your full name degan chekning keyinda jim tuttirdi mouse'chi. Bundaq men 0 xatolik bilan oxirlashdi degan gap chiqmaydi. 12 qaranglar, men tuddim endi.
saqlab turdi. Ya'ni kod ijro olib ketmadi, to'liq tugab ketmadi. Misol men berganda, aha. Yana bir bizning yozish uchun yana scan next line deb yana qilatamdi. Yana bir qatim qilgan shosma. To'lab turgan, uni qilib boqaylik. Alim misolamut dey enter qaranglar. Kod tugdi, çünkü mana aslida boshqa kod yo'q. Tamam, undan samsa to'xtang, sizning savolingizni qilib boqaylik, undan sam. Esot misol enter your address demdik. Enter your address. Dey. Anan keyin men yega. Hozir men miyada bir qatim bir string, yani next line'ni bir qatim ishlatdim qo'y. Mening cho'g'anda men bundig'ini mandig'ini sinab boqmadim, lekin mening cho'g'anda bu ishlaydi. Keyingisi yana qaytadan yana ishlayverdi. Misol qaranglar, string address deb keyin no tang string no scan next rasmi kafi ishimsam bo'lmayga hekalim uxlaqay qatma kod yozib o'tirib. Okay, next line. Menimcha mana ishlaydi hozir. Çünkü biz scanner next line işletsek bu yerda bir problem chiqmay ekan. Faqat orliqda bir qatim bir scanner nextni ishlatib, anon next intni ishlatib, anonniki yana qaytadan next line kelsak, uchal xato chiqadi ekan shu. Misol 12 yosh. Hamut. Misol men keyingi oqsuv deb yozib qo'yadi. Qilsam, hammani xotirlaydi. Enter your address, misal bla bla bo'ldi. Bo'ldi. Ishildi degan gap demak, ma'qul ishildi. Endi misol men maning keyiniga endi qaytadan yana age-ni misol age-ni yana qaytadan chaqiray. Age tang age-ni o'zgartirdim bu yerda. Again. Okay. Shuningdan keyin bu tang scan next int. Next int. Okay. Bunda qilsam hozir qaytadan mening kirgizgan sonimni age-ga yana qaytadan birivdi. Ben bir yerda bir qatim qurib bo'lgandan keyin qaytadan qurishning hojati yo'q. Endi men buni keyinla yana ma'ni yana qaytadan qilaman desam, endi bulamdi bo'lmadi yana. Yani bo'lmadi-ku, aniqla. Full name again day. Scan. No. Full name'ni men name bergan qo'y. Name to'g'ri. Name tang and scan next line. Day. Miyada yana ma'nodan keyin enter your full name again degandan keyin o'zi atlab chiqib bilan kodlar oxirlashib ketishi mumkin. Yani biz hozir har xil yangi ahvolni hammani sinab boqdik. Qanday next, yani next line'dan keyin nextning ishlashi, next intning ishlashida chatoq yo'q ekan. Qaranglar 12. Yani orliqda qancha bo'shliq bo'laverdi mana da next line'da. Undan hech qanday nima qilmaydi. Address deydi. Bundoq. Olsun. Age again deydi. Men 13 day. Qaranglar, mana degandek dal maqsadning keyindan yana qaytadan ijro ma'qul yana ijro olmadi. Nimishqa? Chunki men orliqda bir qatim next int ni ishlatdim scanga. Scanning next int degan metodni ishlatdim. Shu sababdan ham next line ishlamaydi. Ama
Men arliq next line ishlatib, ani keyindan yana qaytadan next int kirsam, uningda jadaq yo'q-ku. Uningga bir narsa demaydi-ku sistema, ammo next intdan next line ga olmishma desam, chuqur bu yerda qanaqalik emas, scan next int int no next line yani qo'yib boshda ma'ni bir qatim chaqirib deb andan keyin buning qiymatini name ga berman. Bunda qilsam endi yana ishlaydi mana bu. Inshaalloh. Qaranglar, endi ishlaydi mana bu. Maqurchi, maqurdan keyin maqur mush quruq keldi hozir ishlab bu yerda. Mendan so'radim bu yerda. Yani ma'ni yezvatganim uchun shu ishlaydi mana bu. Faqatlar. Buningga misol bla dalam yozib qo'ysam endi kod tugdi. Demak, next line'ninki next line'ni to'g'ri ishlatishning usuli shu kamda hisobda. Undasa nimani boshqa savolinglar bormi? Tushunmagan yeringlar bormi? Hammalarning mikrofoni tuchmi? Agar gap qotgan bo'lsanglar. Okay, savolinglar bo'lmasa, to'xtatib o'taman rekordni.